Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Bugun Muxtor Abdulshod men sizlar bilan umurtqa sohasida disk grija, ya'ni churra kasalliklari chalingan paytda, protruzia, osteoxondroz kasalliklarida, skolioz kasalliklarida, umurtqa pog'onangizda qiyshayishli bo'lgan paytlarda uy sharoitida davolovchi mashqlarimizni navbatdagisini ko'rsatib beraman. Bugungi mashqimiz mana shunday yotgan joyingizda, sizda balkim xonadon sharoitida so'ri bo'ladimi, hattoki kravat bo'ladimi, ana shunday o'rindiqni tanlab olamiz. Mana shu paytda yotgan holatda davolovchi mashqimizni kuzatib borasiz. Agar kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz. Kelasi videolarimizni, mashqlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishligingiz uchun. Xo'p, mana shu holatda yotamiz. Yotgan holatimizda ahamiyat bering. Qo'llarimizni uzatgan holatda, yig'ishtirgan holatimizda orqaga tisarilamiz. Tizzalarimizni bukkan holatda mana shu holatda cho'zilamiz. Mana bu qo'llarimizni olib kelmaymiz. Bu holatimizni uzaytirgan holatda cho'zilamiz. Mana shu holatda tortilamiz mana. Ko'ryapsiz? Qaytaramiz. 2 3 4 5. Bu holatda nima jarayon kuzatiladi? Bu holatda tortilayotgan paytimizda, mulyajdan ko'rsatib beraman. Cho'zilayotgan paytimizda sonimiz, buksamiz bu yerda qayrilgan holatda bu tortilyapti-da, qo'llarimiz oldiga uzatilgan paytda umurtqa pog'onalarimiz atrofida ikki chekkasida poy bo'lganligi uchun, mushaklar bo'lganligi uchun qo'limiz bilan biz oldiga cho'zilyapmiz. Umurtqa pog'onamiz atrofidagi mushaklar cho'ziladi. Ya'ni umurtqa pog'onalarimiz faqatgina umurtqa suyagidan iborat emas, umurtqa pog'onalarimiz atrofida mushaklardan ham iborat bo'lganligi uchun asosiy mashqimiz hozir mushaklarni cho'zish. Ahamiyat beringlar-da, mana shu mashqimiz nimaga o'xshab ketyapti? Albatta namoz o'qiyotganda sajda qilayotganga o'xshab ketyapti. Qarang, bir kunda agar 5 mahal namoz o'qiydigan bo'lsangiz, siz muntazam mana shu mashqni bajarayotgan bo'lasiz. Ko'ryapsizmi? Bu yerda sajdaga borayotganimizda umurtqa pog'onamiz cho'zilyapti. Bu yerda siz umurtqa pog'onamizga qisilishlarni ochayotgan bo'lasiz bu yerda hozir. Endi ikkinchi mashqimizni ko'rsatib beramiz sizga. Xo'p, bu holatda yana turmagan holatda men mulyajdan ko'rsatib berishlik uchun bu yerdan turdim. Bu holatda mana shunday siz so'ridami, kravatdami mana shu holatda ushlagan holat bo'lish kerak va mana shunday oyoqlarimizni mana shunday tikkaroq qo'ygan holatda ahamiyat bering endi. 10 oyog'imizni chap tarafga tashlaymiz. Ketdik. 1 chapini o'ng tarafga 2. Ko'ryapsiz, yelkalarimiz ozgina ko'tarib yordam berishimiz mumkin. Ko'rdingizmi qanday holatda turibmiz? Sizga ko'rinayotgan bo'lsa mana oyoqlarimizni bu yonboshga tashlaymiz. Sekinlashtirgan holatdamiz mana. 3 4 5 6 7 8 9 10. Shaxsan meni mana shu hozir mashqda bajarayotgan paytimda umurtqalarimdan ovoz chiqyapti. Chunki qisilishlar ochilyapti. Yana qaytaramiz. 1 2 Oyog'imizni ko'targan holatda tashlayapsiz, ko'ryapsiz. 3 4 5 6. Xo'p. Bu holatda qanday jarayon bo'lyapti? Bu holatda sizni umurtqa pog'onangizda mana shunday yotibmizda, yotgan holatimizda endi sizlarga bunday ko'rinish uchun qilamiz mana. Oyoqlarimizni tashlayapmiz-da. Albatta bel tarafimizda mana yelkamizni bu yerda turgan bo'lsa mana. Oyog'imizni bu yoqqa tashlagan bo'lsak, umurtqa pog'onalarimiz shaxsan L4, L5, L5, S1 umurtqalarimizda cho'zilib ochilish paydo bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Bu yoqqa tashlayapmiz. Undan keyin bu yoqqa tashlayapmiz. Bu tarafga tashlayapmiz. Mana buni yaqinroq olib ko'rsataman. Mana o'ng oyog'imizni chap tarafga tashlayotgan paytimizda ko'ryapsizmi, umurtqa pog'onalarimizni ochilish paydo bo'lyapti. Disk grija kasalligi umurtqa pog'onalarimizni siqilishidan kelib chiqadi. Bu yerda hech qanaqa blokada ham ta'sir qilmaydi.
og'riq qoldiruvchi ham ta'sir qilmaydi. Chunki bu yerda nervga tegib turibdi. Mana shu mashqlarimizni bir kunda 2 mahal bajarishingizni tavsiya beraman. Agar mashqlarimiz yoqqan bo'lsa, siz yangilardan bo'lib, agar bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, podpisatsiyani bosib qo'yasiz. Keyingi videolarimizni, bemorlarni davolayotgan, bemorlar bilan suhbatlashayotgan videolarimizni va yangi mashqlarimizni kuzatib borishlik uchun birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi. Agar mana shu mashqlarimiz yoqqan bo'lsa, bel sohasida muammosi bor, grijasi bor do'stlaringizga ham jo'natib qo'yasiz. Sog' bo'ling, o'zingizga